Chelak shahri Javsharota mahallasida 10 sotixlik hovli sotuvga qo'yildi. Bu safargi videomiz shu haqida bo'ladi. Ushbu 10 sotixlik hovlimizda 5 ta xona va oshxona uchun mo'ljallangan imorat qurilgan. O'ng tomonimizda kelajakda mehmonxona sifatida foydalanish uchun ta'mir yakuniga yetkazilmagan bir xona qurilgan. Uni yonboshida oshxona va qo'shimcha yana bir xona bor. Yashash uchun tayyor holatda remontlar qilib qo'yilgan 3 ta xona qurilgan. Endi esa sizlar bilan 3 ta xonani ko'rib o'tamiz. Ushbu 3 ta xonaga kirishimiz bilan hozirda bu yerda birinchi xonasidan oshxona sifatida foydalanib turibdi. Chap tomonda esa mehmonxona. Endi mehmonxonani ko'ramiz. Ushbu xonamiz ta'mir yakuniga yetkazilgan, yashash uchun tayyor holatda. O'lchamlari esa 4,5 metrga 9 metrni tashkil etadi. Endi esa 3-xonani ko'rib o'tamiz. Yakuniy ko'radigan xonamizdan yotoqxona sifatida foydalanilib turibdi. Bu yerning o'lchamlari 4 metrga 5 metrni tashkil etadi. Ushbu hovlining narxini 50 ming dollar kelishtirib beramiz deb aytib o'tishyapti egalari. Kimga qiziq bo'lsa, ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlaringizga qo'ng'iroq qilib, o'zlaringizga ma'qul narxni aytib bemalol savdolashlaringiz mumkin azizlar. Ushbu videoni barcha Javsharota mahallasida yashaydigan tanishlaringizga borib qo'ying. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Shohjahon Aslanov bo'ldi.